Amerikalik askarlar o'zga yurtlarda jang qilayotgan bir pallada Mudofaa vaziri Sharqiy Yevropadagi harbiy operatsiyalarni qo'llash uchun qo'shinlarni jo'natishga tayyor. biroq askarlarning vatanida ikkinchi ko'rinmas urush davom etmoqda. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarga qarshicha. Las Cruces va chegara hududi odam savdosi bilan shug'ullanuvchilarning sevimli qo'nalg'asiga aylangan. Har yili Amerika Qo'shma Shtatlarida 17 mingdan ortiq ayol va bolalar odam savdosi qurboniga aylanadi. Prezidentning buyrug'iga asosan Yaqin Sharqqa jo'natish uchun yana 30 mingdan ortiq askarni safarbar qilamiz. Bugun Pentagon so'nggi harakatlarni o'ta xavfli holat deb baholadi. Odam savdosi global miqyosdagi muammo. Nyu-Meksikoda ham bu jinoyat dolzarb bo'lib turibdi. Odamlar buni xalqaro muammo deb hisoblashadi. U sarhadlarimizdan tashqarida deyishadi. Ammo afsuski bu ichki muammo. Bu hozirni o'zida shtatimizda ro'y bermoqda. Yaqin Sharqqa AQSh qo'shinlari safarbar etilishi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Tijoriy reyslar faoliyatini to'xtatmay turib, barcha amerikaliklarni o'z yurtiga qaytishini davlat departamenti tavsiya qiladi. Biz qayd etayotgan aksariyat qurbonlar bizni yurtdoshlarimiz. Yordam kerak, yordam kerak. Jinoiy to'dalar jazosiz qolyapti.